Gollivudda rasman eng ko'p qo'llaniladigan kukun qaysiligini bilasizlarmi? Yo'q, bu siz o'ylagan oq kukun emas. Bugungi videoda gap boradigan kukun qora rangli bo'lib, Michael hamma joyi portlataman Bning sevimli effektlariga javobgar qora poroxdir. Portlovchi moddalarning eng qadimgisi va eng mashhuri bo'lgan porox yoki qurol kukuni o'q-dori hisoblanadi. U insoniyat tarixini butunlay o'zgartirib, urush, ilm-fan va texnologiyalarning rivojlanishini belgilab bergan. Yaxshilab joylashib olinglar, bugun biz bu mo'jizaviy aralashmani qanday kashf etilgani, ishlash yo'li va nega u hali ham zamonaviy dunyoda muhim o'rin tutishini ko'rib chiqamiz. Porox haqida gapirishdan oldin uning ilmiy izohini berib o'tamiz. Porox bu turli kimyoviy moddalar aralashmasidan tashkil topgan qattiq portlovchi modda bo'lib, u tashqi kislorod ishtiroksiz yonadi va katta miqdorda issiqlik energiyasi hamda gazsimon mahsulotlar ajratadi. Yonish jarayonida hosil bo'lgan bosim maxsus jismlarni uloqtirish, raketalarni harakatlantirish yoki salyut portlashlarini hosil qilish uchun ishlatiladi. Texnologik jihatdan ham, leksik jihatdan ham porox atamasining ma'nosini tarixiy manbalardan aniq belgilab bo'lmaydi. Poroxlarning eng birinchi turi tutunli porox bo'lib, selitra, ko'mir va oltin gugurtning mexanik aralashmasidan tashkil topgan edi. Bunday tarkiblar qadim zamonlardayoq paydo bo'lgan, asosan yondiruvchi hamda vayron qiluvchi vositalar sifatida qo'llanilgan. Videoni asosiy qismiga o'tishdan oldin esa portlash jarayonini, fizik-kimyoviy asoslarini qisqacha ko'rib chiqamiz. Fizikadan ma'lumki, moddalarning 4 xil gaz, suyuq, qattiq kristal va plazma holatlari mavjud. Modda bir holatdan ikkinchisiga o'tganda issiqlik yutilishi yoki ajralishi mumkin. Birikma qattiq yoki suyuq holatdan gaz holatiga o'tsa va bunda ajralgan issiqlik hajmi katta, gazlar bosimi yuqori bo'lsa, portlash jarayoni sodir bo'lishi mumkin. Porox tarkibidagi birikmalar bo'lsa, yoqilg'i va uni yoquvchi moddalarga ajraladi. Yoqilg'i qattiq organik modda, masalan, ko'mir yoki shunga o'xshash yonuvchi moddalar bo'lishi mumkin. Ularni yoquvchi esa oksidlovchi deb aytiladi va bunga selitra misol bo'ladi. Bu jarayonda moddalardagi kimyoviy bog'lar uzilib, gaz mahsulotlari hosil bo'ladi. Agar bu jarayon ochiq muhitda bo'lsa, portlash quvvati issiqlik va yorug'lik shaklida tarqalib ketadi. Lekin porox cheklangan hududda, masalan, temir quvur ichida bo'lsa, portlash quvvati gazlarni tez kengayishiga va bosimni keskin o'sishiga olib keladi. Aynan shu tez bosim o'sishi portlashning mexanik ishiga, zarba kuchiga sabab bo'ladi. Agar porox aralashmasi oldiga qattiq jism qo'yilsa, portlash natijasida hosil bo'lgan bosim va portlash to'lqini oldidagi qattiq jismlarga zarba beradi va bu jismni parchalanishiga, shikastlanishiga yoki uni harakatiga olib kelishi mumkin. Shu quvur biron bir nishonga yo'naltirilsa va quvur ichidagi qattiq jism nishonga katta tezlik bilan borsa, shikast yetkazadi. Zamonaviy har qanday qurol aynan shu tarzda ishlaydi. Endi porox moddasining tarixiga qaytsak, u ilk bor Xitoyda ixtiro qilingan. Milodiy 1-asrning o'rtalariga kelib, poroxning yuragi selitra ekanligi chinda ma'lum edi. Lekin selitra hamda oltin gugurt birinchi navbatda dori vositalarini tayyorlashda qo'llanilgan. Poroxga o'xshash aralashma haqidagi birinchi ma'lumot 9-asrda yozilgan Chin qo'lyozmasida uchraydi. Shu vaqtlarda daosist rohiblar va alkimyogarlar boqiylik eliksirini qidirib, tasodifan poroxni portlovchilik xususiyatini kashf etishgan. Tez orada Chin muhandislari qurol-yarog' yaratish uchun poroxdan foydalana boshladilar. Lekin keyingi asrlarda porox o'qotar qurollar uchun emas, balki raketalar, bombalar va eng avvalgi granatalar va minalar kabi qurollar uchun qo'llanilgan. Poroxning Chindan Osiyoga tarqalishi asosan mo'g'ullar bilan bog'liq bo'lib, porox Yevropaga faqat bir necha asrlar o'tib yetib kelgan. Biroq Yaqin Sharq va Yevropada porox mutlaq boshqa rivojlanish yo'lini bosib o'tdi. Porox ixtirosida eng muhim jarayon porox tarkibidagi moddalarni aniqlash, ularni tozalash va nisbatini topish bo'lgan. Chunki 1,5 ming yil oldin tuzlarni bir-biridan ajratishni oson va tez usuli mavjud bo'lmagan. Uni ustiga boshqa alkimyogarlar o'rgangan ma'lumotni tez o'rganish imkoniyati ham bo'lmagan. Shuning uchun kerakli moddalarni topish va ularni tozalashni bilish juda muhim bo'lgan.
Tarixda kaliy nitratni tozalash jarayoni va portlash hosil bo'lishi uchun zarur moddalarning miqdoriy nisbatlari musulmon olimlari tomonidan puxta o'rganilgan. Bu ma'lumot Misr Mamluq sultonligida faoliyat yuritgan Hasan ar-Rammaning kitobida keltirilgan. Uning portlovchi poroxni sintezi bo'yicha amalga oshirgan ishlari zambarak va raketalarning rivojlanishiga katta turtki berdi. Bu mamluqlarga turli jang va urushlarda muntazam ravishda zambaraklardan birinchilardan bo'lib foydalanishga imkon berdi. 1888-yilda Alfred Nobel nitroglitsid sanoat va kimyoning rivojlanishi bilan boshlandi. 1625-yilda Yoxan Rudolf Glauber nitrat kislotasini ishlatib, selitra olishni ancha oson, arzon va samarali usulini ishlab chiqdi. Ko'mirni sun'iy ishlab chiqarish, shuningdek, maxsus temir quyish texnologiyalarining rivojlanishi esa qurol sanoatini yaratilishiga katta hissa qo'shdi. Natijada yonuvchi va portlovchi xususiyatlarga ega bo'lgan aralashmalarni yaratish birinchi darajali maqsadga aylandi. Oqibatda nasroniy rohibi Bertolt Schwarz porox ixtirochilaridan biriga aylandi. Shu vaqtdan boshlab poroxni tarkibi bir xil mo'tadil ko'rinishga keldi. Endi portlash uchun kislorod yetkazib beruvchi modda nitrat, odatda kaliy silitrasi bo'ldi. Portlash uchun yoqilg'i manbai sifatida ko'mir ishlatildi. Qo'shimchasiga esa oltin gugurt qo'shildi. U yoqilg'i sifatida xizmat qilish bilan birga aralashmani yoqish uchun zarur bo'lgan haroratni pasaytirardi. Shu bilan yonish tezligi oshirildi va qo'shimcha gazlarning ajralishi portlash kuchini oshirdi. Ammo qadim zamonlardan beri porox ishlab chiqarish uchun selitra sun'iy yo'l bilan ham olingan. Bunda qurilish qoldiqlari, ohaktosh, o'simlik qoldiqlari va hayvon chiqindilari katta uyumga yig'ilgan. Havosiz parchalanish jarayonida hosil bo'lgan ammiak bakteriya orqali avval azotga, keyin esa nitrat kislotasiga aylangan. U esa ohaktosh bilan o'zaro ta'sirga kirishib, suv bilan yuvilgan va kalsiy nitratni hosil qilgan. Kaliyga boy yog'och kulini qo'shilishi kalsiy karbonatni cho'kishiga va kaliy nitrati eritmasini hosil bo'lishiga olib kelgan. Keyinchalik Chilida va Hindistonda selitraga boy konlarning kashf etilishi ularni shiddat bilan o'zlashishiga olib keldi. 16-asrgacha porox selitra, ko'mir va oltin gugurtni juda mayda kukun holidagi mexanik aralashmasidan iborat bo'lgan. Uni yonishi beqaror, juda xavfli va ko'pincha qurolni shikastlanishiga yoki yorilishiga olib kelardi. Uning quvvati ham u qadar kuchli emas edi. Poroxning quvvatini oshirish masalasi tasodifan boshqa bir muammoni hal qilish jarayonida selitrani namligini, gigroskopligini kamaytirish paytida yechim topdi. Yevropaliklar poroxni donador granulyat holatiga keltirish, selitrani namligini oldini olishini aniqlashdi. Natijada selitra ko'mir kukuni va suv bilan aralashib quyqa holatiga o'tgan. Keyin u bo'laklar shaklida quritilib, kerak bo'lganda maydalangan. Bu nafaqat poroxning xavfsizligini oshirdi, balki portlash quvvatini ham 2 marta o'sishiga olib keldi. Natijada keyingi 3 asr davomida porox birinchi va yagona portlovchi modda bo'lib keldi va u tutunli porox nomi bilan tarix sahifalariga kirdi. 19-asrga kelib porox kuchi u davr harbiylari uchun yetarli bo'lmadi. Ularga yana ham vayronkor va qudratli portlovchi moddalar kerak edi. G'arbiy Yevropada kuchliroq va toza portlovchi moddalarni izlash yangi birikmalarning kashf etilishiga olib keldi. Nemis kimyogari Kristin Schoenbein 1846-yilda nitroselluloza yoki piroksilinni sintez qilishga muvaffaq bo'ldi. Natijada tutunsiz porox nomini olgan modda qora porox o'rnini egallay boshladi. Shu o'rinda xayolga keladigan birinchi savol, nega bu porox turi tutun chiqarmaydi? Javob esa oddiy. Tutunsiz poroxning yonish mahsulotlari deyarli 100% gazsivan moddalardir. Tutunli poroxda bu ko'rsatkich 45% ni tashkil etadi. Tutunli porox portlaganda hosil bo'lgan qattiq moddalar gazlar bilan aralashib, qurol stolidan tutun ko'rinishida uchib chiqadi. Tutunsiz porox guruhiga mansub samarali va ishlab chiqarish uchun oson bo'lgan moddalar esa 1884-yilda Paul Ville tomonidan ixtiro qilingan. U qog'oz yoki yog'och namunalarini nitrat tuzlarining eritmalariga botirib, inqilob yasovchi birikma olishga muvaffaq bo'ldi. Uning kukuni
kichik qurollarning samaradorligini nihoyatda oshirdi, chunki u deyarli qattiq qoldiq hosil qilmasdi. Uni ustiga tutunli poroxdan 3 baravar kuchliroq edi. 1888-yilda Alfred Nobel nitroglitserin va nitrotselluloza asosida ballistitni ixtiro qildi. Britaniyalik kimyogarlar Frederick Abel va James Stewart esa 1889-yilda ballistitning yanada barqaror turi bo'lgan karditni yaratishdi. Oqibatda tutunsiz porox harbiy qurollarni tubdan o'zgartirib, tezotar avtomatik qurollarni yaratish imkonini berdi va snaryadlarning ballistik xususiyatini ham sezilarli darajada yaxshiladi. 20-asrga kelib, tutunsiz porox o'qotar qurollarda va artilleriyada, qattiq yoqilg'i raketa dvigatellarida ishlatiladigan sellyuloza nitrati asosidagi portlovchi moddalarga aylandi. 21-asrga kelib, tutunsiz porox barqarorligi, quvvati va yonish tezligini oshirish maqsadida hali ham takomillashtirilib kelinmoqda. Tutunli porox esa endilikda asosan mushakbozlikda, tarixiy jang rekonstruksiyalarida va albatta Gollivud filmlarida qo'llanilmoqda. Bu borada Michael Bay nomi birinchi bo'lib yodga tushadi. U har qanday narsani portlatishni san'at darajasiga ko'targan rejissyor hisoblanadi. Transformerlar, Armageddon yoki Pearl Harbor qaysi kinofilmni olmang, unda portlashlar markaziy o'rin tutadi. Shu sababli Bay va uning maxsus effektlar jamoasi ko'pincha tutunli porox yoki klassik oltin gugurt, ko'mir va selitraning aralashmasidan, aynan o'sha qadimiy, ammo juda ko'p tutun chiqaruvchi tarkibidan foydalanishadi. Amerika kimyogarlar jamiyati hatto Michael Bay portlashlarini kimyoviy mohiyatini tushuntiruvchi maxsus video ham tayyorlashgan. Shunday qilib, keyingi safar Michael Katta Boom Bay filmini tomosha qilib, ekranda portlashni ko'rganingizda, siz endi unda qanday kimyoviy jarayon sodir bo'layotganini ham tasavvur qila olasiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Izohlar bo'limida o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Yonida yana qanaqa ilmiy mavzu qiziqligini ham yozinglar. Balki aynan sizning fikringiz keyingi video mavzusi bo'lar. Yana Fantech kanalida ko'rishguncha